anda bu bugungi language focus. Hisobda shu bizning darsimizda intayin muhim bo'lgan nuqtalarga diqqat qilsak. Qaranglar, give me that piece please and pound of mince. Nendaymiz? Shariga pound of mince 2. Yaxshi. Yana bir qadaq nimani beram? Mince deganimiz nima aytsanlar? Sog'lashimishadi. Qiyma. Shunami? So my husband doesn't like chicken. To tell you the truth, I don't like chicken. Yeah? Either. Okay, demak hamda bu yerda bir ikki muhim nuqta bor. Birisi to, yana birisi nima aytsanlar? Either. Hamda bu to bilan eitherning farqi nima aytsanlar? Bu ikkisi o'xshashlar muhim degan gap. Bir farqi nima aytsanlar? Birisi kunding juda ishiltildi, birisi foring juda ishiltildi. Hamma yerda to deganimiz nima aytsanlar? Kunding juda ishiltildi. Masalan, I like coffee desa, I like coffee desam sizlar, menmi qahvaga muroq bo'lsa, I like coffee too. Shunami? Hamda yana birisi I don't like tea. Men choy bilan xo'sham yo'q. Desam, meningmi choy bilan xo'sham yo'q desa, I don't like tea either. And the other say, my husband doesn't like chicken. To tell you the truth, Mrs. Bird, I don't like chicken either. Demek endi o inkar cümlege kelgechga yana o'xshashlarni nima aytsam either keladi. Agar bo'lishliq jumla bo'lgan bo'lsa, misol nima aytsam to. I like you this, I like you too. Voy men mamroq sizga, men yaxshi ko'raman. Oh, I don't like you. Desa, I don't like you either. Desa olda. Voy menmi xo'sham yo'q sizlar. Men yaxshi ko'rmayman degandek. Amsa bu shu to bilan eitherni, bu tuvanlik jadval to'shqilab qo'yinglar bolalar. Birinchisi qaranglar. She likes juice. I like juice. Eithermi to'mi? Too good. Chunki menmi biroq demakki bu bo'lishliq jumla, kunding jumla. Shuni nima aytsanlar to'ni ishlatdim. Masalan, Gaga likes watching TV. I like watching TV too. Menmo nimaga biroq televizor ko'rishga biroq. Demak, ikkilisi o'xshashlar nima? Bo'lishliq. He doesn't like the house. I don't like it either. Nima? Inkar jumla. I don't like it either. Menmo unaqanda xo'sham yo'q degan gap bo'ldi. That is, if you do not go, I shall not go either. Agar sen bormasan, menmi bormayman. I shall not go. I shall degan shu maqchi go. I shall not go either. Menmo qana qilmayman, bormayman. Demak hamda o'sha to bo'lishliq jumlada, either bo'lsa, inkar jumlada. Endi keyingisi qaranglar, what about some steak? Okay, endi misharga what about some steak deganimiz nima aytsanlar? How about some steak? Endi misharga what about and how about demak boshqalarningki fikrini, taklifini shu so'rashda qanday qilinadi desanlar, ishlatarsiz ma'no lozimmi? Demak, endi ma'lum o'ziningki ko'z qarashini, fikrni so'raganda how about yoki what about? Okay. Demak, nima desanlar? Ma azroq lozimmi, mundami degandek. Masalan, you are very tired. You are very tired and a rest. Deymiz, what about the rest? Demakchi, sizdek erib ketibsiz. Ormasingiz qandaq? Demakchi, what about the rest? Yoki how about the rest? Manda qiyshingiz qandaq bo'la? Manda qiyshingiz bo'lami? Manda qiyshingiz-chu deganda nima aytsanlar? What about? Yoki how about keladi. Masalan, what about rest? Yoki how about rest? Ormasingiz qandaq? Shunami? Yoki nima aytsanlar? What about or how about having rest? And the misharga what about yoki how about ning keyiniga sim yoki sim xarakterli so'zlar keldi. Mings yoki tongmings harakat nom deymiz. Bu harakatning nomi demak ism. Demak what about yoki how about ning keyinidan sim keladi. Hey, what about you? Sizcho. Shunami? What about him? Ucho degandek. Demak, boshqalarningki fikrini mana so'rashda ishlatilgan gap. So, next one is, do you want beef or lamb? Beef, please. And sizga qo'y go'shti lozimmi yoki qo'y go'shtimi? Demak, jamda ikkisidan birini tanlaydigan yoki bo'lsa nima aytsanlar or bo'ladi.
You know, for more sentence, like, would you like tea, coffee, or milk? Endi men hada ikki yoki uningda ortiq jumla o'qib qolsa, so'zlar o'qib qolsa, shuning eng oxirini olgan nima desam, or qo'yamiz. Yoki agar en ishlatib hamda degan ishlatgan to'xtar ekan, eng oxirisini olgan ishlatamiz. Like, would you like tea or coffee or lamb? Or milk? They say, coffee please. Wait, qahva keltirsangiz. So, how shall we go? By bus or by train? Oy biz qanday boramiz? Avtobusga o'tirib boramdiq, yo poyezdga minib boramdiq. Poyezdga chiqib boramdiq, shunami? Demakanda o'sha by deganimiz hamda shuningga chiqib shu orqali degan edik-ku. Demak, how shall we go? Biz qanday boramiz? Avtobusga chiqib boramdiq yoki poyezd bilan? Okay, by train. Poyezd bilan, shunami? So did you go there or didn't you? Nima? Oy boringizmi yoki nima ish qildingizmi? Bormadingizmi degan gap. I did. Ay bordim degandek. Demak, endi mushariki or deganimiz yoki degan narsalarni ifodalaydi. Endi buni talaffuz qilganda qanday desanglar, o'sha orni oldin talaffuz qilganda sal ulug'roq taraf qo'yiladi. Do you coffee or milk degandek. Keyin qanday desanglar, sal qanday qilamiz? Pasaytimiz. Okay. Endi ham o'sha nima kelganda qanday desanglar, bu javob berganda qanday desanglar, anga yes or no lar desek bo'lmaydi. Cho'qmashi yes I did yoki I know yoki be shundan birini qanday qilganga tanlaydigan gap. Xo'sh, hamsa o'sha tekstga asosan o'sha bugungi tekstimizga intayin muhim yerlarni bir takrorlab chiqaylik. Alaylik, masalan, butcher. Do you want any today? Nima? Do you want any meat today, Mrs. Bird? Sizga azroq go'sht lozimmi, Mrs. Bird? Desa. Yes, please. Lazim. Okay, next sentence. Like, butcher said, do you want nima? Beef or lamb? It's Mrs. Bird, nima? Beef, please. Sizga qoli go'shti lozimmi yoki qo'y go'shtimi? Desa, beef, please. And this lamb is very good. This I like lamb. And but my husband doesn't. Demakchi, men qo'y go'shtiga amroq, lekin yo'ldishimning nimasi yo'q, qo'sh yo'q. Demak, endi musharika I like blah 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 blah, but he doesn't. Tamam? So, what about some steak? Azroq qala This is nice piece. Bu bo'lsin tan yaxshi bir parcha desa. Give me that piece, please. Demakchi, hamda shu qo'ru go'shtni qanday qildi? Oldi, shunami? Okay. And a pound of beans too. And yana nima desanglar, bir qadaq nima? Beans. Demakchi, yana bir qadaq qiyma go'sht. So, do you want a chicken, Mrs. Bird? They are very nice. Desa nima? No, thank you. Okay, my husband likes steak, but he doesn't like chicken. Mening yo'ldishim qala qo'ru go'shtiga amroq, lekin uni nima bilan qo'sh yo'q? Chicken. Nima? To'g'ri go'sht bilan qo'sh yo'q. Endi nima deydi? Butcher endi nima? Raskapni qilsam, bo'sh nima degan bo'la, dabaqlar? To be honest, yanicha. To tell you the truth, Mrs. Bird, I don't like chicken. Too either. Either. Demak, mening nima bilan qo'sham yo'q? Shu chicken to'g'ri go'sht bilan qo'sham yo'q.